Diqqat! Fuqarolar ogoh bo'ling, ertaga sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Zarurat bo'lmasa aslo ko'chaga chiqmang. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Joriy yilning 6, 7, 8, 9 iyun kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini yuzaga kelishi mumkin. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. Unga ko'ra quyidagi hududlarda sel suv toshqinlari sodir bo'lishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida. Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida. Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jonboy, Ishtixon tumanlarida. Navoiy viloyati Xatirchi, Navbahor, Nurota, Kanimex, Karmana tumanlarida. Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angiren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida. Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolardan, dam oluvchilardan hamda tog'li hududlar harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralgan. Qayd etilishicha, respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin, deyiladi xabarda.